Komanda, desert yeyishga tayyormisizlar? Все. Hammani qo'liga bitta bering Feruz aka. Hozir sizlarni ko'ramiz-da. Mehmonlar sizlarni kutib qolgani, qo'li qolib ketgani havoda. Hammasini hozir shu yerda chust qilasizlar. Ofitsiant indamasdan o'tib ketgani, mehmonni ko'rib turib, hozir qaytaman deb 5, 20 minut, 15 minut yo'qolib ketgani. Xullas hammasini o'zingiz ko'rasizlar. Faqat o'yin bizni qilmaymiz. Agar kimnidir allergiyasi bor bo'lsa, mayli yemanglar. Yeymiz. O'zingizlar ham mehmonni holiga tushib ko'ringlar, ozgina. Tushunasizlar o'shanda vaziyatni. Mehmonga qanaqa kerakligingizni sezasizlar, bilasizlar. Va mehmon sizni-chi, prezident kelgandek kutib oladi sizni kerak bo'lsa. Chunki ehtiyoji bor-ku. Qilib qoldi orqasidan urdingizmi? Voy rahmat deb quchoqlaydi, katta pul tashab ketadi sizga. Yoki o'sha restoranga keladi, shu insonlarni inson deb qaraydi deb. Oldingizga ham yo'q, hozir ofitsiantingizni chaqirib oraman. 20 minutdan keyin keladi u ofitsiant faqat. Suv olib kelmadingizmi, Feruz aka? Shuncha men ham kutyapman. Mana bu yerda. Ya. Ko'rdinglar? Nima uchun shoshyaptilar? Insonni qadriga yetyaptilar. Sizlar qachon qadriga yetsanglar, sizlarga ham xuddi shunaqa postupka bo'ladi. Inson qadriga yetmasangiz, o'sha kunga tushasiz, siz ham undan ham battar bo'lasiz. Suv kelarmikan? Voy. Qaranglar shuni suv kelarmikan ham tayyor-da. Kimga suv? Ha? Suv? Ну ты мужик. Suvmi?